Abdulloh halol, profit halolmi? Buni firibgarligini hozir men sizga 2 daqiqada tushuntirib beraman. Profiliga kiramiz. Unga takliflarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizga arzimagan 300 ming, 400 mingga 12 million pul ishlab bermoqchi ekan. Eng achinarlisi bu bizning musulmonligimizdan foydalanib, o'zini kanaliga Qur'on oyatlarini joylashtirib, yana juma muborakni tabriklab, xuddiki men musulmon bo'lsam, musulmonlar menga ishonadi degan anamda. Uni kanalga o'tdimda pasportini so'radim. Uni pasportda tug'ilgan kuniga e'tibor qaratamiz. 7-may 1996-yil. Endi shaxsiy raqamga e'tiboringizni qarataman. Shaxsiy raqamda ham mana bu yerda 3 raqamidan keyin uni tug'ilgan kuni, oyi va yili yozilgan bo'lishi kerak. Lekin bu yerga 28-90-70 raqam yozilgan. Demak, bu shaxsiy raqamni ham o'zgartirgan, tug'ilgan kunni ham o'zgartirgan. Litsenziyasini ko'rib chiqamiz. Mana litsenziyasini taqdim qildi. Bu bir qarashda litsenziya haqiqiyga o'xshaydi. Pechatlari ham, qo'l qo'ygan, hammasi joyida-da. E'tibor qilsangiz, hammasi pasportdagidek yozilgan va u faoliyatiga ham bilmadim bunaqa faoliyat bormi yo'qmi bizda. Lekin bitta narsaga e'tibor qaratamiz. Stir raqami. Demak, 207-093-334 stir raqam berilgan. Bu yakka tartibdagi tadbirkorlarga va hamma yuridik shaxslarga ham, jismoniy shaxslarga ham bo'ladi. Buni Registr.uz saytidan tekshirishimiz mumkin. Marhamat. Abdulloh stirni kirgizamiz. Mana sizga yakka tartibdagi tadbirkorning faoliyat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasida ro'yxatda o'tgan barcha ma'lumotlari. Demak, Radio Streul mas'uliyatiga cheklangan jamiyat litsenziyasini bu kishim soxtalashtirib olgan. Faoliyat turi turistik agentlik faoliyati bilan shug'ullanar ekan. Bu turistik agentlikni litsenziyasini internetdan olib, o'zlaricha bemalol soxtalashtirgan bular. Yana bitta ma'lumot qolib ketdi. Bu kimni plastik kartasini pul yetkazishlik taklif qilyapti. Hozir ko'rsatib o'taman. Marhamat. Liana Jo'rabayevaga tegishli 56-14 dan boshlanadigan, menimcha O'zbekiston banklariga tegishli plastik kartani taklif qilyapti. Hech qachon mana shu plastik kartaga pul tashlamang. Pul tashlasangiz firibgarlarning qo'liga tushasiz, pulingizni qaytarib ola olmaysiz. Abdulloh firibgar. Videolarim ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman.